Assalomu malinaga qiziquvchilar. Malinamiz mayda bo'lib qolyapti. Ko'p odam kommentariyada yozyapti ekan. Bu mayda bo'lgani vitamin yetishmayapti. Vitamin dori sepiladi, hosilingiz kattaradi. Bu dorini urug' do'konidan olasizlar. O'sha aptekasi bor, aptekadan olasizlar. O'zlari tushuntirib, hammasini yozib beradi. Nechasi suvga qo'yishdi. Men hozir sizlarga dorini vitaminni sepishni ko'rsatib beraman. Mana malinaga xuddi shunaqa sepiladi. Hosiliga, faqat hosiliga, polniy bariglariga sepiladi. Shundan keyin hosil kattaradi. Polniy mana shunaqa har 2 kunda sepiladi. Hosiliga bir chekkadan tepadan qilib hosiliga tegish kerak. Shundan keyin malinangiz katta bo'ladi. Bozorda mazza qilib sotasiz, uyalmasdan. Xuddi shunaqa sepiladi. Olib borib, ko'proq mana bunga hosiliga ko'p tegish kerak bu. Polniy sepiladi mana shunday qilib. Mana shunday qilib har terimda sepiladi. Ser bo'lgandan keyin bu hosili kattarishni boshlaydi. Sizlar ham sepib ko'ringlar. Mana shular kattaradi keyingi tergancha.